Demak, bugungi o'rganish ishlarimiz Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Toshkent dengizida, demak, Favqulodda vaziyatlar vazirligining O'rta Chirchiq tumani bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. O'rganish ishlari yuzasidan cho'milishga kelgan va dam olishga kelgan aholi uchun amalga oshirilgan ishlar, ularning xavfsizligiga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan tegishli tartibda o'rganishlarni olib borilmoqda. O'rganishlar davomida demak, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda tegishli tartibda ko'rib chiqilganda aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar va ko'rsatmalar berildi. Bu ko'rsatmalar bo'yicha amalga oshirish yuzasidan muhlatlar ham belgilab berildi va bu to'g'risida yana nazorat tadbirlari kelgusida amalga oshirib boriladi.